Assalomu alaykum, Mercedes Sprinter kanal obunachilari. Sotuvga Mercedes Gigant chiqdi. Videoni davomida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoga like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Akalar 1995-yil ishlab chiqarilgan Gigant samosuali sotilyapti. Motoriga keladigan bo'lsak, motori 364 motor. Mashina ham metanga ham propanga yuradi deyapti. Mashina ishga tayyor, pul topadigan mashina ekan. Adashmasam, shu mashina 10 tonnagacha yuk olsa kerak menimcha. Yana bilmadim, telefonlashib so'rashlaring mumkin. Mashina rasxoti yo'q, uka minishga tayyor, o'zimiz minib yurgan mashina deyapti. O'rtoqlar eng qizig'ini aytganda, mashina samosualga ruxsati bor ekan. Dokumenti yuk o'zi ag'daruvchi yozilgan ekan. Mashina kamchiligi yo'q uka. Faqat gaz quyib minadigan deb turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa mashina orqaga to'kar ekan. Qiziqqanlar telefon qilinglar. 6 ta baloni yangi yurib turgan mashina. Motorida endi gazga moslangandan keyin avto rasxot qiladi deb turibdilar. Mashina kamchiligi yo'q ekan. Pashta mana o'zim ko'rdim. Mashina tayyor, minishga tayyor mashina ekan. Akalar eng qizig'i buni pulini akamiz 15 mingdan ozgina uka o'tib beraman deb turibdilar. Mashina tayyor mashina, pul topaman deganlar siz. To'g'risi mashinaga o'zim ham qiziqdim. Mashina zo'r ekan haqiqatan. Qiziqqanlar akamiz Andijondan, mashina Andijonda turibdi. Telefon qilib gaplashib pulini kelishtirib olsalaring bo'laveradi. Hozir mashina metanda ekan, propanga yurish uchun balonni yechib qo'ygan ekanlar. Shu bitta balon qo'ysa bo'ldi uka. Propanga bez atkaz yuraveradi deb turibdi. Mashina shu rasxoti yo'q. Motorda endi avto rasxoti bor ekan. Gazga moslangandan keyin hammasi oz-moz avto rasxot qiladi. Mashina tayyor mashina ekan va shu liboy aniga ketaverasiz. Qum, shag'al, mayda-chuyda ishlar bo'lsa ham qilib ketaveradi. Ish tanlamas mashina ekan. Qiziqqanlar telefon qilib sotilib ketmasdan olinglar. Mashina shu Andijon viloyatida turibdi. Egasini pastki nomerini qoldirib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Haqiqatda biz kimda sotadigan shunaqa mashinasi bo'lsa yoki sotib olmoqchi bo'lsa, Telegram kanalimizga qo'yib ketamiz. E'lon joylash xizmatlari bor. Telegramga kirib, qidiruv bo'limiga Mers pastki chiziqcha Sprinter pastki chiziqcha bozor deb yozsalaring, birinchida chiqib keladi. Mers Gazel Ford yuk mashina bozori. Kirib mashinalarni ko'rishlaring mumkin. 1000 dan ortiq mashina sotuvda bor. E'lon joylash xizmatimiz ham mavjud. E'lon joylash pullik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa